Ijodkorlar maktabi. Kelajagingizni bugundan boshlang. Farzandingiz iste'dodli, zukko va orzulari katta bo'lsa, unda Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi aynan u uchun. Bu maktab ilm va ijod uyg'unlashgan, har bir o'quvchining qobiliyati kashf etiladigan maskan. Ona tili va adabiyot, ingliz tili kabi muhim fanlar chuqurlashtirib, zamonaviy, maxsus darsliklar asosida o'tiladi. Darslar nafaqat bilim beradi, balki fikrlash, yozish, sahna va sahifa orqali o'zini ifoda etish ko'nikmasini shakllantiradi. Ijodkorlik yo'nalishlari bu maktabning yuragi. Yozuvchilik, aktyorlik, rassomchilik, xalq amaliy san'ati, cholg'uchilik, dramaturgiya, media dizayn bu yo'nalishlarda o'quvchilarimiz o'z qobiliyatini keng namoyon qilmoqda. Ular sahnada rollar o'ynaydi, asarlar yozadi, grafik dizayn yaratadi, hunarmandchilik bilan shug'ullanadi va san'at orqali jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Natijalar esa o'z o'rnida. Maktabimiz bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan sifat ko'rsatkichlari bo'yicha Toshkent shahrida birinchi o'rin. 200 dan ortiq milliy va xalqaro darajadagi sertifikatlar mavjud. Harbiylikka qiziqqanlar uchun Turon yo'lbarslari tanlovida g'oliblikka erishganmiz. Darslar va to'rgayraklar oliy toifali, milliy va xalqaro sertifikatlarga ega pedagoglar tomonidan olib boriladi. Bu ustozlar darsda ham, to'garakda ham o'quvchining yonida yo'l ko'rsatuvchi, ilhom beruvchi ustoz sifatida qatnashadi. Shunday imkoniyatli, yuksak sharoitga ega, ta'lim va ijod uyg'unlashgan maktabda sizning farzandingiz ham porlashi mumkin. Biz kelajakka intilgan har bir o'quvchini kutib qolamiz. Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi, siz orzu qilgan maktab bu yerda.